yer ekanlar. Kechasi guruch faqat shu 120 nefarga 10 kilo, 12 kilo guruch pishirib yer ekanlar. Imkonlar juda ham kam do'stlar. Iltimos sizlardan mana shularga yordam bering. Mana shu bachalarning Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening ismim Mulla Muhammad Amin. Afg'onistonlikman. Bizning davlatimizda mana madrasaga kel deb chaqirishdilar. Shular yordamga muhtoj ekan. Shularning o'quvchidan xabar olish uchun keldik va shunga bir video olmoqchimiz. Mana shu yerda o'quvchilarimiz bor. Shular yeyishga, ichishga narsalardan kamchilik bor. Shularni olish uchun, shularning filmini videoga to'lish uchun keldik. Mana bizning o'quvchilarimiz shu masjidimiz bo'ladi. Mana shu madrasamiz aholi keng ekan, o'shaning uchun keldik. Shunga bir video olishimiz uchun murojaat qildilar. 120 kishi o'quvchilar bor ekan. Kecha-yu kunduz shu yerda yotib o'qiydilar. 24 soat shu yerda o'quvchilarimiz bor. Maydondan kelgan musofirlar, sag'irlar, yetim bachalar, shunday bachalar bor. O'shalarga yordam berishingizni iltimos qilamiz. Har kimning ko'p, oz nimaiki yordam qilsalar, imkonlaringiz bo'lsa iltimos sizlardan mana shu o'quvchilarimizga yordam bersangiz, Allohim sizga yordam bersin. Allohim yo'lingizni yoriq qilsin, bergan ihsonlaringizni dargohida qabul qilsin. Ikki dunyoda ham kam bo'lmaysiz, sizlarga yordam bersangiz. Mana shu madrasamizga keldik. Mana shu bachalarning o'zlaridan ham so'ramoqchimiz, qanday holatlari, qanday yeyishlari, qanday ichishlari, qanday ro'zgorlari qanday, shularni so'ramoqchimiz. Nashga yodlab yotgan qarilarning yoniga keldik. Mana shu yerga Qur'onni yoddosh qiladi. Oldin 100 dan ro'ydan o'qib chiqqan, endi hozir yod qiladi. O'shalarning yoniga keldik. Musofir bo'lib kecha va kunduz shu yerda yotib o'qiydigan qari bachalarning yoniga keldik. Mana ularni ko'rsatmoqchimiz sizga. Mana bu shu yerda qolib o'qiydigan shogirdlar bo'ladi. Hammasi musofir. Uzoqdan kelganlar shu yerga kecha kunduz o'qiyaptilar. Mana shular hammasi o'qiydigan shogirdlar, faqat qorilar bular. Assalomu alaykum domla aka, yaxshimisiz? Alhamdulillah, siz salomatmisiz, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Mana bu shogirdlaringizni ko'rdik, o'qiyotganlarni ko'rdik. Mashalloh, yaxshi o'qiyotgan ekanlar. Bularning hammasi musofirmi? Bularning hammasi musofir, uzoqdan kelganlar, ko'proqlar sag'ir bolalar. Bu yerda mana bular yotib o'qiydilar, sinfxo'rlar. Hammasi uzoq-uzoqdan kelgan nochor, faqir oilalardan kelgan bolalar. Yetimlar ham bor, asosan ichida birozroqlar. Shu yoqda mana hammasi bular ko'proqlar qori bo'lgan, qoriligi tugatib kelmoqda. Masalan 20 pora, 25 pora, 30 pora yozilgan qorilar ishida bor. Bir yil mobaynida bu yerda 20 ta, 15 ta, 30 ta qori chiqaryapmiz hozir. Hozir bularning holati yeyish masalasi ozgina qiyinroq bo'lib turibdi. Bular bir kecha har misol bir vaqtida necha birinchi guruch berasiz? Bularga biz bir kechasi guruch, ya'ni osh beramiz bularga. Ha, osh. Kunduzi esa quruq non beramiz. Ertalab ham, obedda ham quruq non beramiz. Faqat kechasi bularga osh bera olamiz. Oshda ham faqat oshni o'zi, go'sht yoki sho'rba yoki unaqa narsalar bera olmaymiz. Bu vaqtdan beri yeb ichishga narsamiz juda ham kam. Guruch ham yo'q. Mana nimani ham ko'rasizlar, oshxonani ham ko'rasizlar, yog' ham tugab turibdi. Shunaqa narsalar juda ham zarur bo'lib turibdi. Hozir bizga juda ham zarur bo'lib turgan narsalar guruch, yog', piyoz, kartoshka, mana shunaqa narsalardan juda ham qiyinchilikdamiz. O'shaning uchun sizlarni bu yerga chaqirishimiz sababi shu. Yordam qiladigan odamlar inshaalloh juda ham katta savobga qoladi. Shu yerga yordam qilsa, mana bolalar o'qib yotibdi. Kuniga har bitta qori bola 5 oyat, 10 oyat Qur'on sharifdan yodlayaptilar. 1,5 yil, 2 yil, 1 yil ichida qori bo'lib chiqyaptilar. Bu juda ham sadaqa joriya, hamma naqida bir inson 1 so'm yordam qiladigan bo'lsa juda ham katta savobga qoladi. Oxiratgacha bularning haqida sadaqa joriya bo'ladi. Inshaalloh shunga birozgina yordam bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Men desam bularda hech narsa yo'q. Hozir shular shunaqa nochorlikda o'qib o'tiribdi. Men o'zim mana shu yerda
boshliq bo'laman, domla bo'laman. Shularni u yoqdan bu yoqdan yeyib ishiga odamlardan so'rab, guruch yo shunaqa narsa so'rab olib, shularni qo'ldan kelgancha dars berib o'qitib o'tiribmiz hozir. Ha, mana shu qishloqda joylashgan madrasa qishlog'imizdagi odamlardan ham yordam oladilar. Har kim bergan narsalarni ko'p bo'lsin, oz bo'lsin, har kim qudrati yetguncha narsa beradilar. Birov kartoshka beradi, birov guruch beradi, birov yog' olib kelib beradi. Har kim zo'ri boricha ihsonlarni qiladilar, qo'lidan kelgancha ihsonlarni qiladilar. Mana bu qorvachalarimiz domlalarimiz bor, boshqa yerda o'qiyotgan domlalikka o'qiyotganlar ham bor. Qishloqdan kelib o'qib, kunduz o'qib, kechasi ketadiganlar ham bor. Mana bular qorvachalarimiz. Mana hozir domlalikka o'qiyotganlarimizni ham ko'rsatmoqchimiz. Ha do'stlar, iltimos, mana shu shogirdlarimiz oyandada domillo bo'ladi, qori bo'ladi, ilm o'qiydilar, yuragiga Qur'onni joylaydilar. Har biri oyandada katta odam bo'lmoqchilar. Hammasining umidlari bor. Har kimki qudrati yetguncha $1 beradimi, 1 so'm beradimi, qo'ldan kelganchalik ehsonlaringizni, sadaqalaringizni shulardan ayamasdan yordam bersangiz, oyandada inshaalloh bular ham sizning bergan qadrlaringizni, bergan ehsonlaringizni haqqingizga davo qiladilar. Mana bular domlalikka o'qiydilar. Qur'on sharifning juzidan ro'yxonlik qiladilar. Ular ham musofir hammasi. Shu yerga yotib o'qiydilar. Kechasi, kunduzi 24 soat shu yerda bor. Mana shu yerda faqat 120 kishi o'quvchilarimiz bor. Bularning ota-onalari tarafdan, tog'alar, jiyanlar tarafdan ko'mak berila olmaydi, ko'mak qila olmaydi. Ko'mak berishga imkonlari yo'q. Mana shu yerga qishlog'imizdan u bu deganlardek har kim qo'lidan kelganchalik ehson qiladi. Birov yog', guruch, kartoshka, sabzi, shunday narsalarni har kim qo'lidan kelganchalik qiladi. Mana shu ular ham o'quvchilarimiz. Va yana bir bor sizlardan so'rayman, iltimos, har kim imkon boricha shularga yordam qilsa, Allohim kam qilmaydi. Bergan ihsonlaringizni Allohim dargohida qabul qilsin. Mana shu oyanda sevar bachalar, shularni har kim qo'llab-quvvatlasa, Allohim qo'llab-quvvatlasin. Yordamingizni ayamanglar. Mana shu o'quvchilarimiz yordamga muhtoj. Kiyim-kechak, yeyish-ichishga joylari issiq. Mana shunday masjidimizda o'qiyaptilar. Hatto shularga birta o'qishga ham alohida joy yo'q. Mana shunday ro'yxonlik qilib o'qiyaptilar. Ular hammasi yosh bolalar, hammasi musofir, otasiz, onasiz, yetim bachalar. O'qigan o'quvlari zoya bo'lib ketmasin, uvol bo'lib ketmasin. Hammasi o'qiyotgan bachalar. Agar shularga yordam bersak, savobga qolasiz. Ikki dunyongiz obod bo'ladi, oxiratingiz obod bo'ladi. Bergan ihsonlaringiz Allohning dargohida qabul bo'lsin. Mana shu shogirdlarning hammasi o'quvchilar. Shularga iltimos, sizlardan yordam berishlaringizni so'raymiz. Domla aka, hozir vaziyatlaringiz qanday? Shu yer borada bizga bir ma'lumot bersangiz, qanday yeyishga, ichishga, bolalar qiynalishyaptimi, qiynalishmayaptimi? Oilalar tomonidan shularga ko'mak bormi, yo'qmi? O'shalar borada bizga bir gapirib bersangiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xush kelibsizlar. Alhamdulillah biz mana bu yerda madrasada, men shu yerda katta domla, boshliqman bu yerda. Shu odamlar bolalari olib kelib meni qo'limga topshirib ketganlar, dadalari, ba'zilarini aka-ukalari olib kelib ketgan, dadasi yo'qlar bor, yetimlar ichida borda. Shularni yeyib ishlari juda ham qiyinchilikroq bo'lib turibdi hozirda. Iqtisod tomonidan masalan guruch yog' masalasi. Shu narsalar oldinlar ham biz har kimlardan so'rab, boyroq odamlar bo'ladigan bo'lsa, ozgina guruch bering, yog' bering deb shunaqa qilib madrasani olib borib o'tiribmiz-da. Hozir shogirdim juda ham ko'payib ketdi-da. Olib keladigan odam ham ko'p bo'lib ketdi. Mana shu bolalar hamma shu yerda yotib o'qiydi. 120 kishi shu yerda
taxminan dars o'qiyotgan bolalar bor. Men bularga ko'p narsa bera olmayman, chunki madrasaga yordam ko'p yerlardan kelmayapti hozirda. Juda ham kamchilik ko'p bo'lgani uchun faqat kechasi men bularga osh bera olaman. Kunduzlari faqat quruq non, faqat quruq non. Ba'zi vaqtlar bo'ladi, quruq non ham topilmay qoladi. Obedlarda yoki ertalab quruq non ham juda ham kam bo'lib qoladi. Hozir ob-havo ham juda ham isib ketdi. Yoz mavsumi mana hozir juda ham issiq ham bo'lib turibdi. Bularga bir konditsioner yoki xonani sovutadigan nima ham yo'q. Hozir mana bir ikkita dars o'qiladigan xonamiz bor, ular sig'ishmaydi. Mana bolalarni bu yerga olib keldik. Masjidning ichida o'qitib o'tiribmiz ularni. Mana shu hozir turgan joyimiz masjidning ichi. Shu yerda ustozlar dars beryapti bularni. Shunaqa yeyib ichish tomonida juda ham kamchiliklarimiz ko'proq. Endi aka-ukalardan, og'aynilardan, tanish-bilishlardan, musulmon birodarlardan hammasidan iltimosimiz shuki, shularga ozda ko'pda bizga yordam berishda, shularga guruch olib berishadi, yog' olib berishadi, yoki shular kiyim-kechak bo'ladi, yoki mana bularni o'qiydigan Qur'on shariflari, o'qiydigan kitoblari ba'zilari yirtilib ketgan, shularga kitob olib berishda, kitoblarni masalan Qur'on shariflarni ustiga qo'yib o'qiydigan taxtalar bo'ladi, shulardan olib berishda juda ham mana shu narsalar o'ylab ko'rib o'tiribsizlar, juda ham zarurat shu narsalar. Qo'ldan kelgancha hammangizdan iltimos, shularga bir yordam bersangiz, siz haqingizda, hammangiz haqingizda sadaqa joriya bo'ladi. To qiyomatgacha inshaalloh savob yetib turadi. Shular qori bo'lib chiqsa, shu yerdan domla bo'lib chiqsa, sadaqa joriya bo'lib turadi. O'lib ketganlarimizdan keyin ham ularning savoblari inshaalloh yetib turadi. Bu dunyo o'tkinchi dunyo, o'tib bormoqda. Hech dunyoda ahamiyati yo'q. Bir kun bor inson, bir kun yo'q. Shu dunyoda yaxshi ish qilsang ham, yomon ish qilsang ham o'tib bormoqda. Lekin bu joylarga xizmat qilsak, masalan, qo'ldan kelgancha yordam bersak, hech qachon befoyda ketmaydi, kam bo'lmaysiz inshaalloh. Mana ko'rib turganingizdek, shogirdlar kitoblarni yerga qo'yib, yerning ustida o'qimoqda. Shularga hattoki taxtani ustiga qo'yib o'qishga imkonlari kam. O'tirgan joylari ham issiq, konditsioner, shunday narsalar ham bo'lsa yomon bo'lmaydi, lekin ilojimiz boricha shunday qilib o'qityapmiz. Iltimos sizlardan mana shu videoni ko'rayotgan do'stlar, shularga yordam berishni, yordamingizni ayamanglar. Mana shunday ahvol. Domla akamiz hozir sizga mana shu vaziyatlar borasida, ahvollar borasida, shogirdlar borasida, hamma boralarda aytib berdilar. Mana bular ham qo'lidan kelganchalik bularga yordam beradilar. Tanish bilishlardan, do'stlardan, qishloqdoshlardan non bo'lsin, quruq non bo'lsin, kartoshka, sabzi, shunday narsalarni ham tanishlardan ham olib kelib beradilar. Pul berganlar pul ham beradi, pulga ham shunday narsa olamiz. Yana ham non u guruju shunday narsalarni olib beramiz. Shogirdlarimizning ahvoli shunday tang. Mana shunday iltimos, bizga yordam bering. Mana bular qishlog'imizdan kelib o'qiyotgan bolalar, bular ham hammasi o'qiydilar shu yerga. Bular ro'yxonlik qiladilar. Mana shu bachchalarimiz ham o'qiydilar. Bular faqat ertalab keladilar, abidga ketadilar. Abiddan so'ngra yana ham kelib faqat 5 bajagacha, 4:30-5larga, 5:30largacha o'qib, bular yana ham uyga ketadilar. Mana shunday shogirdlar bor. Mana shu videomizni ko'rayotgan do'stlar, iltimos sizlardan yordam so'raymiz. Mana shu bachchalarning o'qigan o'quvlari, o'tkazgan vaqtlari zoya bo'lib ketmasin. Shularga har kim qo'lidan kelganchalik ihson qilsa, 1 so'mdan 1000 so'mgacha nechaki qo'lidan kelganchalik yordam qilsa, ikki dunyosi obod bo'ladi, oxirati obod bo'ladi. Biz ham bu dunyoda o'tkinchimiz. Biz ham faqat abadiy kelmaganmiz. Ikki dunyomiz ham obod bo'lib, o'lganimizdan keyin ham bularga bergan ihsonlarimizning xayr bo'lib turadi. Bergan ihsonlaringiz sadaqa joriya bo'ladi. Bergan ihsonlaringizni Allohim dargohida har kimga ihson qilsa, Allohim dargohida qabul qilsin. Mana hozir ruxsat bo'lgan vaqti bo'ldi. Qishlog'imizdan o'qiyotgan bachchalar uyga tomon ketmoqda.
Mana hozir bularning do'stlar oshxonamizning holatlari. Oshpadakamizning yoniga keldik hozir. Mana shu yerda non pishiradilar. Mana madrasamizning oshxonasi shu do'stlar. Mana shunday holat. Mana shu videoni ko'rayotgan do'stlarimiz, iltimos sizlardan shunga like bosishni unutmanglar va yaqinlarga ham shu videoni tarqatinglar. Bizga yordam qilishni, yordamingizni ayamanglar. Mana shunday holatlar, mana shu o'quvchilarimizning holatlari shunday. Shularga yordam berishni esingizdan chiqarmanglar. Mana shularga yordam bersangiz, Allohim sizga yordam beradi. Ikki dunyoyingiz obod bo'ladi. Mana shu o'quvchilarimizning qilgan zahmatlari ko'yib ketmasin. Mana shunday holat. Bir kunda faqat 10 kilo guruch pishar ekan. Shu yerga 120 kishi o'quvchilarimiz bor. Kechasi yu kunduzi shu yerga yotib o'qiydilar. 24 soat shu yerga bo'ladilar. Musofir, hammasi musofir. Oilalar tomonidan bularga ko'mak yo'q. Tog'alari, jiyanlari hech biridan ko'mak yo'q. Faqat shu qishloqning odamlari yo'q, qishloqning boylari yo'q. Shular bergan ehsonlar bilan shunday kun ko'ryaptilar va shunday guzora qilyaptilar. Iltimos sizlardan mana shularga yordam berishni esingizdan chiqarmang va shu videomizni har bir do'stlarga yuborish ham esingizdan chiqmasin. Shunga like bosishni ham unutmanglar. Mana shunday holatlar. Mana bu oshpadakamizning oshpazxonalari deganlardek pishiradigan dotlarni qo'yadigan joylari. Mana bu yerda kartoshka bor ekan. Mana shu bor narsalari. Bular kartoshka. Mana bular esa xaltadagi esa guruch. Mana bu yog'. Faqat 120 kishining shunday oziqalari qolgan. Iltimos sizlardan shularga yordam berishni unutmanglar. Ha do'stlar, har bir like'ingiz biz uchun muhim. Like bosishni unutmanglar va yaqinlaringizga uzatishni ham shuni unutmanglar. Har bir like'ingiz biz uchun nihoyatda muhim. Bizga yordam berishni unutmanglar do'stlar.